Tongi nonushtamiz uchun tuxumlarimiz shunaqa ishtahali chiqishi uchun hozir sizlarga kichkinagina layfhak o'rgataman. Tog'orachalarimizni tagiga olmasdan turib pishirishni o'rgataman. Uning uchun bizga tog'orachada suv kerak bo'ladi. Suvimizni obdon yaxshilab qaynatib olamiz va bizga kerakligi tuxum, shpinat shunaqa chiroyli qilib o'zingizlar tarelkaga yasatasizlar. Uksusniy kislota kerak bo'ladi. Kichkina qo'shuvchada yarim qo'shuvcha uksus olamiz va qaynab turgan suvimizga solamiz va aralashtirib yuboramiz. Birinchi urinishda tuxumimiz o'xshamadi. Endi ikkinchi urinish qilamiz. Yaxshilab qoshiq bilan aralashtiramiz tog'orachamizdagi qaynab turgan suvimizni. Aralashtirib turib, varonka holatiga keltiramiz va darhol tuxumimizni solib yuboramiz va 1-2 qoshiqda aylantirib yuboramiz. Qoshiqda aylangandan so'ng ko'ryapsizlar, 2 minut vaqt o'tadi. Tuxumimiz pishib chiqadi va bemalol suzib olib, ustiga yong'oq sepsanglar bo'ladi. O'zingizlar pafkusi xohishinglar bo'yicha yasatib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Yoki o'zingizlar dietada bo'lsanglar, dieta uchun bu juda ham zo'r. Layfhakim yoqqan bo'lsa, do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Kimda kim tog'orachasini tagiga oldirayotgan bo'lsa, shu layfhak ancha foydali bo'ladi.